Assalomu alaykum hurmatli do'stlar va hurmatli podpисчиклар. Sizlarga yangilikni zo'rdan olib kelib qo'ydik. Nexia 2 1.6 haydaydigan akalarga klapan kirishgani alyuminiy olib kelib qo'ydik. Buni Nexia 2 haydaydigan akalar juda ham yaxshi bilishadi. Kirishga prokladka muammosi sizlarda juda ham ko'p qiynaydi, aziyat chek. Shunaqasidan juda ham ko'pchilik aziyat chekadi. Qaranglar akalar. Bunga yechim zo'rdan keldi. Mana Nexia 2 1.6 haydaydigan akalarga alyuminiy olib kelib qo'ydik. Yechimni zo'ri. Bitta qo'yasizlar unda kirishga prokladka muammosini umuman esinglardan chiqaraverasizlar akalar. Qaranglar. Cho'chki. Komplektida saniklari hattoki sapun klapanlari ham bor. Qarang, sapun klapan ichida saniklari hamda alyumin kirishkamiz bo'ladi. Klapan kirishgani alyuminiysi. Plastmassadan qo'yib joniylarga tekkan bo'lsa, bitta qo'yasizlar, mazza qilib yurasizlar akalar. Kimga kerak bo'lsa, tez shoshilamiz akalar. Narxi 490 ming so'm qilib beramiz. Manzilimiz Gulson shahrida. Pastda yozilgan telefon nomerlariga bog'lanib, bemalol xarid qilib bo'ladi. Dastavka ham qilib beramiz akalar. Bu videoni срочный Nexia 2 Donus 1.6 haydaydigan akalarga jo'natib qo'yamiz.